Assalomu alaykum. Bu videoda qanaqa qilib Instagramda eng tez va effektiv obunachi yig'ish, shu bilan birgalikda eng zo'r sotuv voronkasini qanaqa ketma-ketlikda tuzish mumkinligi haqida gaplashamiz. Yaxshilab joylashib oling, chunki bu video sizni keyingi harakatlaringizni va obunachilaringizni ko'paytirishga, shu bilan birga savdoyingizni oshirish uchun eng yaxshi instrumentlardan bittasini o'rgatadi. Bugun shaxsiy brend qurish, ijtimoiy tarmoqlarda inson o'zini tanitib, daromadini oshirish, xizmatiga yoki mahsulotiga mijozlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali jalb qilish, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali topish ancha urfga kirdi va bu eng yaxshi ishlayotgan texnikalardan bittasi bo'ldi. Lekin bu jarayonda raqobat ko'paygan sari, bu jarayonda bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlarning soni ko'paygan sari bu yerda ishlash tobora qiyinlashyapti, chunki konkurensiya ko'payyapti. Obunachi yig'ish ham oldingi bilan solishtirganda bundan 2-3 yil oldingiga qaraganda deyarli 10 barobar qiyinlashgan. Shu bilan birga sotuvlarni qilish ham oldingi mexanizmlar, oldingi ishlatilayotgan texnikalar hozir deyarli ishlamayapti. Hozir yangi texnikalar, yangi instrumentlardan foydalangan odamda obunachilar ham ko'payyapti va savdo ham o'sishi stabil bo'lyapti. Yangi instrumentlarni ishlatayotganda obunachilar ko'payishi ham, savdo oshishi ham albatta nisbiy o'tda nima sotilayotgani va qanaqa nishada auditoriya yig'ilayotganiga ko'p narsa bog'liq. Lekin sizdagi bu jarayonni osonlashtirib beradigan servis bor va bu servisning nomi Chatplace deb nomlanadi. Biz Chatplace servisidan taxminan 2-3 yildan beri aktiv foydalanyapmiz. O'zimning profilimda, mijozlarimizning profilida, hattoki biz hozirgacha 500 ga yaqin insonlarga ta'lim berish bilan shug'ullangan bo'lsak, aynan shaxsiy brendni rivojlantirish va savdoni oshirish bo'yicha ularni ham har bittalariga kerak bo'lsa xuddi shu dasturni qanaqa ishlatish kerakligi va qanaqa qilib effektiv foydalanish mumkinligi haqida dars rejamizga qo'shganmiz va bu haqiqatda yaxshi instrument. Chatplace servisi ichida bizni foydalanishimiz mumkin bo'lgan imkoniyatlar juda ham ko'p. Ulardan bir nechtasini aytib beradigan bo'lsam, misol uchun siz Reels chiqardingiz va Reels'ingizda qanaqadir qo'llanma bermoqchisiz yoki video darslik bermoqchisiz va u videoni Reels qilib joylaganingizda tasavvur qiling, videoda 1 millionta ko'rishli soni bor va videoda aytyapsizki, kommentariyada 100 sonini yozib qoldir yoki 1000 sonini yozib qoldiring, men sizga shu qo'llanmani tashib beraman dedingiz. Va sizga 50 mingta kommentariya yozildi. Tasavvur qiling, u odamlarga qanaqa qilib fiziki javob berib chiqishga ulgurasiz. Menimcha hech qanaqasiga buni imkoniyati yo'q. 50 mingta odamga bitta direktdan o'sha qo'llanmangizni linkini tashab chiqishga imkoniyatingiz yo'q va u odamlar sizga obuna bo'lganmi, bo'lmaganmi, shu narsasini ham tekshirish imkoniyati fizik nuqtai nazardan juda ham qiyin bo'lib ketadi. Va biz bu jarayonda Chatplace'ni integratsiya qilib qo'yadigan bo'lsak, sizning Instagramingizga u direktga tushgan, ya'ni 1000 sonini yozgan odamning lichkasiga avtomatik sizni linkingizni yuboradigan qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki u odamdan mana shu qo'llanmani olmoqchiman, olmoqchiman degan taqdirda obuna bo'lgan yoki bo'lmaganligini tekshirishga va sizga obuna bo'lgandan keyingina u qo'llanmani berish maqsadida ham foydalanish mumkin va bu jarayonda obunachilarni juda ham tez ko'paytirishga bizda imkoniyat bo'ladi. Yoki siz YouTube'ga bitta katta video tayyorladingiz. U videoda o'sha mahsulotingiz yoki xizmatingiz haqida batafsil ma'lumot beryapsiz va sizga Instagramdan bu yoqqa olib o'tish uchun trafik kerak. Instagramga video joylayapsiz, bir nechta videolar joylayapsiz, aytaylik 10 ta Reels chiqardingiz, xuddi shu videoga yo'naltirib olishi va bu yoqda sotuv bo'lishi kerak bo'lgan. Va u 10 ta videoni kommentariyasini doim hammasini tekshirib turishga, qarab turishga sizda bu joyda o'sha fizik imkoniyat bo'lmaydi va Chatplace servisini o'rtaga agar qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, kommentariyada kelayotgan kalit so'zlarga avtomatik ravishda o'zi direkt yuborib, bu jarayonni tezlashtirib, osonlashtirib berishga xizmat qiladigan holat bo'ladi. Xuddi shu narsalarga qanaqa primerlar bo'layotganini hozir biz ko'rishimizni bir nechta primerda o'zimni Instagram misolida ko'rishga harakat qilamiz. Instagramimizga kirganda biz bu narsadan anchadan beri foydalanamiz. Boya aytganimdek, hozir mana videolarni ko'ramiz. Aytaylik, mana 4 million 400 mingta prosmotr bo'lgan videoga kiramiz va bu yoqda 54 mingta kommentariya bo'lgan. Bu yoqda video qilingan va videoda bizdagi o'sha rubrikalar bo'yicha qo'llanma tayyorladik. Shu qo'llanmani olish uchun kommentariyada top so'zini yozib qoldiring degan holat bo'lgan va bu joyda 54.400 ta kommentariya kelgan va biz buni boya aytganimdek fiziki обработка qilishga imkoniyatimiz yetmaydi va mana sonlarni yozib qoldirishga va shu sonlarni orasidan o'sha top deb yozib qoldirgan odamlarga yoki o'sha boshqa kalit so'zlar ham ishlatilgan ekan
top deb yozilganlarni bitta tekshiradigan bo'lsak, mana direktga avtomatik SMS ketgan bo'ladi va shu SMSdan mana top 10 ta rubrikani qo'lga kiritish xohlaysizmi degan SMS kelyapti. Ustiga bitta ha albattani bosgandan keyin pastdagi tugma orqali content plan shablonini olishingiz mumkin degan ketyapti. Bu link Telegramga integratsiya qilingan va Telegramga tushirilganda mana xuddi shu qo'llanmani linkini avtomatik berib qo'yishga bizda imkoniyat bor va bu yerda ko'rib turganingizdek 81500 marotaba xuddi shu rubrikalar ko'rishli bo'lgan va xuddi shunaqa formatda ishlatishingiz mumkin va bu yerda servisni ko'rgandan keyin odamlar o'sha rubrikani qabul qilib oldimi yoki yo'qmi degan savolga ham javob bo'lish maqsadida xuddi o'sha odamga qayta SMS yuborish imkoniyati bor. Ya'ni qo'llanmadan siz foydalandingizmi yoki foydalanmadingizmi degan narsani eslatib qo'yadigan narsa yuborganingizda u odamda agar esdan chiqib qolgan bo'lsa yana ko'rib eslashga imkoniyat bo'ladi. Undan ham tashqari bu yerda imkoniyatlar o'zi juda ham ko'p. Hammasini men agar sanab bersam video uzun ham bo'lib ketsa kerak, siz hammasini tushunmay qolishingiz ham mumkin. Yana nima imkoniyatlari bor? Chat Place'ni Instagramingiz Direct'ga integratsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni obunachilaringiz bilan sizni nomingizdan gaplashish funksiyasini yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bizda Telegram botga o'tkazilgan, hozir men sizga u botni ham ko'rsatib beraman. Hattoki Telegram botlarni ham Chat Place servisi yordamida yasab turib, u yoqqa o'sha sizni foydali qo'llanmalaringizni oladigan holatni tashkillashtirib va Telegram botga yig'ilgan odamlarga umumiy SMSlarni, xabarlarni yoki nimadir sotmoqchi bo'lsangiz yengilliklarni chiqarib auditoriyangiz bitta joyda yig'ib ketish imkoniyati bu yoqda bo'ladi. 209 millionta prosmotr bo'lgan videoda ham xuddi shu instrument ishlatilgan edi adashmasam. Bu yoqda 2025 kalit so'zi ishlatilgan va xuddi shu narsani yozib qoldirgan odamlarga avtomatik xabar borishi yo'lga qo'yilgan. 2025-yilda qanaqa qilib daromad qilish 7 qadami degan bu yoqda lead magnet berilgan. Telegram bot qanaqa ishlayapti, qanaqa yasalgan desangiz, mana shu videodagi kalit so'z aynan Telegram botga integratsiya qilingan edi. Ko'ramiz, mana kommentariyada 2026 kalit so'zini odamlar yozish kerak edi. Любой bittasiga kirib ko'ramiz. Message o'tadigan bo'lsak, mana 2026 degan kalit so'z yozilgan. Ustiga bitta bosadigan bo'lsa, bizani Telegram botga tashlayapti, avtomatik start o'zi bosiladi va ichida ketadi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. 2026-yilda blog orqali daromad qilish haqidagi 5 ta qadamni o'sha olish xohlaysizmi boshqa deydi. YouTube'ga bitta o'tkazib bosiladigan bo'lsa, ustiga linkka bosiladigan bo'lsa, avtomatik YouTube kanaliga otadi va bu yoqdagi o'sha kerakli videoni ko'rishda, boshqa qilishda o'sha odam foydalanish imkoniyati bo'ladi va bu yoqqa baza yig'iladi. Start bosgan odamlarning hammasi bu yerda siz bilan birga qoladi va xuddi shu mana bu yoqda ko'rib turganingizdek dumaloq videolar, boshqacharoq tekstlar, qanaqadir linklar yoki o'sha sotib bo'layotgan paytidagi e'lonlaringizni shu kanalda yoki mana bunga o'xshash qo'llanmalarni ham, shablonlarni ham shu Telegram botingizda berish imkoniyati bo'ladi va bu botni yasash uchun sizga kodingni bilish, Telegram bot yasash skilllarini o'rganish shart emas. Faqatgina Chat Place servisi yordamida buni amalga oshirish imkoniyati sizda bor. Bu men sanab berishga ulgurganlarim. Bulardan tashqari juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Bu oltinga teng instrumentlardan bittasi va Instagram bilan rasmiy hamkor sifatida bular ishlashadi. Ya'ni Instagramingizga hech qanaqa zarar keltiradigan yoki o'tda nimadir bug bo'lib qoladigan yoki o'sha Chat Place'ni deb sizni profilingiz qanaqadir ban olib qoladigan holat bo'lmaydi. Biz 2-3 yildan beri bundan aktiv foydalanayotgan bo'lsak, mana ko'rayotganingizdek 50 minglab kommentariy yozilgan holatda ham bizda hech qanaqa aynan Chat Place servisi bilan birga muammolar bo'lmadi. Chat Place servisini qanaqa qilib integratsiya qilish bo'yicha batafsil ma'lumotni shu kanaldan topish imkoniyatiga egasiz. Hammalarga keyingi faoliyatingizda omad tilayman. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishingiz esdan chiqarmaydi. Bu videoni shaxsiy brendini rivojlantirish bilan shug'ullanayotgan yaqinlarga yuborib qo'ysanglar, bu servis haqida ular ham ma'lumotga ega bo'lishadi. Agar shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha yana qo'shimcha darslarni olmoqchi bo'lsangiz, mini kurs deb nomlangan xuddi shu kanaldagi popkaga kirib, yo'dagi darslarni ham yana ko'rish tavsiya qilaman. Aytgandek, 14 kun davomida siz bu servisdan bepul foydalanishingiz mumkin. Buni qo'lga kiritish shu opisaniyadagi link orqali Chat Place servisini rasmiy saytiga kirish orqali olasiz.